alaykum hurmatli jonli ohanglar kanalimiz a'zolari, qadrli otaxon, onaxon, aka, uka, opa, singil muxlislar va hurmatli vatandoshlar, musofirdagi aziz qadrdon yurtdoshlar, barchangizga xayrli oqshom tilagan holda biz yangilikni sizlarga e'lon qilmoqchimiz. Ya'niki siz sevgan san'atkoringiz Anvar Muhammad Rasul janoblari o'zimizni mana shu Toshkentimizdagi urologiya markazida, Respublika urologiya markazida 12-jarrohlik amaliyotini boshlaridan o'tkazib, muvaffaqiyat bilan Xudo xohlasa qaytmoqdamiz safarimizdan. Albatta ukalarimiz Husanboy, Shohruxbeklar bizga hamrohlik qilishyapti. Albatta barchalaridan Alloh rozi bo'lsin. Jumladan bizga qo'lidan kelgancha yordam bergan mana shu urologiyani rahbari Shuhrat Tursunovichga, Igorov shifokorimizga, Nasir akamizga, barcha urologiyadagi xodimlarga va mana shu yerga kelishimizda kerak bo'lsa homiylik qilgan insonlarga, o'z mehrlarini, muhabbatlarini bizdan ayamagan, Alloh uchun yaxshilik qilgan insonlarning barchalariga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Va sizga albatta sovg'a sifatida Anvar Muhammad Rasul janoblari ham o'zlarini minnatdorchiliklarini albatta chiroyli ijrolari bilan qoldirib o'tadilar. So'z navbati sizga, marhamat. Avvalo assalomu alaykum barcha bizni tomosha qilib turgan hurmatli musofirlar, hurmatli tomoshabinlar, hurmatli muxlislar, akalar, ukalar, opalar, singillar, ota-onalar, barchalaringga xayrli onlarni tilab qolamiz. Albatta bizga bee'tibor bo'lmasdan, shu jumladan bitta duosini ham ayamagan barcha yurtdoshlarimizga, e'tibordagi barchalaringga minnatdorchilik bildiramiz. Albatta hammamizga Alloh hamroh bo'lsin va Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan deb qolamiz. Chiroyli tarzda albatta endi inshaalloh yaqin kunlarda yangi qo'shiq ustida ish olib borilyapti. Shu qo'shiqdan ozgina bir parcha aytib beraman. Bu qo'shiqni eshitmagansizlar deb o'ylayman, chunki san'atkor ahli shuna bo'lishi kerakki, yangi ijod hamisha izlanishda bo'lishi kerak deydi. Chiroyli tarzda aytib beramiz endi. Dengiz kabi to'lg'onib toshib, chorlamani sohillaringga, dilga umid urug'in sochib, kelbaylanay kokillaringga. Tarix tutmay saxovatingni, namoyon qil tarovatingni, his etayin haroratingni, kelbaylanay kokillaringga. His etayin haroratingni, kelbaylanay kokillaringga. Kelbaylanay kokillaringga, kelbaylanay kokillaringga. Albatta hammaga minnatdorchilik yana bir bor izhor qilgan holda Anvar Muhammad Rasul xizmatinglarda albatta yaqin kunlarda bomba ijrolar bilan sizni xizmatingizda bo'lamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shu bilan